Buxoro shahar Gorgas hududiga qarashli savdo restorani yaqinida joylashgan liftli 7 qavatli dom 4-qavatdan 2 xonali neoklassik uslubda ta'mirlangan kvartiramiz sotuvga chiqadi. Bu kiradigan eshiklarimiz yaxshisi o'rnatilgan. Kirishimiz bilan bizani kengina hol qismi kutib oladi, ya'ni koridorimiz juda ham katta. Bemalol shu yoqni o'zida ham mehmonlarni kutib olish uchun sharoit taxlasalaringiz bo'ladi. Bemalol mehk mebel yoki stol qo'yishlaringiz mumkin. Qo'yish devorlarimiz to'liq atachenta uslubda ta'mirlangan. Ichki eshiklarimiz MDF zakazli eshiklar. Endi esa proyektini tushuntirib o'taman. Kirishimiz bilan to'g'rimizda kvartiramiz oshxonasi o'ng tomondagi yo'lak bo'ylab kvartiramizning birinchi xonasi hamda ikkinchi xonasiga o'tiladi va sanuzul xonamizga o'tiladi. Oshxonamizdan ko'rsatishni boshlayman. Oshxonamiz ham kattagina, e'tibor beramiz. Bemalol o'tirib ovqatlanadigan joylarimiz ham mavjud tashkil qilinsa, bu tomonda neoklassik uslubdagi oshxona mebellari bilan to'liq jihozlangan. Moyka, gaz pridovich hamda kvartiramizning issiqlik tizimini ta'minlovchi duxon turnikatyorlarimiz hammasi tayyor holatda o'rnatib qo'yilgan azizlar. Domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Liftlarimiz ishlab turibdi, ko'rganlaringizdek. Bu yoqda elektromontajni regrovka qilish uchun avtomatlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu esa yotoqxonamiz, yotoqxonaga mos ta'mirlangan. O'zlaringiz e'tibor berasizlar, bemalol bu tomonda yotoqxona mebellarini qo'yib jihozlab olishlaringiz mumkin. Oyoq tagiga gilamlar to'shalgan, pardalar hammasi bir-biriga kombinatsiya qilib qilingan ekan. Endi esa kvartiramizni ikkinchi xonasi, ya'ni mehmonxonasini ko'rsatib o'taman. Bu xonamiz ham anchagina katta, keng, shinam. E'tibor beramiz, kvartiramizning har bitta detalda alohida ishlov berilgan va dizaynerskiy ishlovlardan foydalanilgan, kombinatsiya qilingan. Gilamlar shunga mos, devorlarimizga mos qandillar, yuqorida natijali patologlar hammasi bir-biriga mos. Kvartiramiz pachka holatda, hali hech kim yashamagan. Bemalol kelib, barakasini qilib, shaxsiy buyumlaringiz bilan kelib ko'chishlaringiz mumkin. Sanuzul xonamizga navbatimiz keldi. Bu yoqda matviy kafeldan foydalanilgan ekan. Jakuzi vanna, rakvina, unitaz, bu tomonda suv isitishlar uchun qo'shimcha suv turbalar chiqarib qo'yilgan ekan. Havo tortish tizimlari ishlab turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga bog'laning. Shahar markazidan Buxoro Cityga yaqin joyda joylashgan Gorgas savdo reparasidagi 7 qavatli elitli liftli domni 4-qavatdan 2 xonali kvartirani video obzorini qilib o'tdik. Agarda sizga kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizga raqamlarimizga bog'laning. E'tiborlaringiz uchun rahmat.